Navbatdagi traktorimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga baraka bo'ldi. Egalariga xayrli va barakotli bo'lishini tilab qolamiz. Dehqon akamizning 10 gektar yerlari bor ekan. Katta traktorlar kirib daraxtlarni sindirib, ko'chatlarga shikast yetkazganligi uchun mini traktorni xarid qilyaptilar. Komplektda yer o'g'iradigan frezerlar bilan qo'shib beryapmiz. Bu traktorni nima ish qilish mumkin deganlar uchun katta traktorlar qiladigan barcha ishlarni qilib biladi. Faqat press padborchik ishlatib olmaydi. O'zini gavdasiga mos plug freza chizil taqib yerni o'g'dirib ekish mumkin. Keyinchalik unib chiqqan ko'chatlarni yumshatish va tuproq berish uchun kultivasiya taqib o'g'itlasa bo'ladi. Oldiga jatka o'rnatib, bug'doy, sho'li, makajo'xori, keyinchalik esa g'o'zapoya ham o'rsa bo'ladi. Traktorimiz dizel motorda soatiga bor yo'g'i 1 litr yo'qligi sarf qiladi. Ballonlari oldi ham, orqasi ham kengayib torayadi. Bemalol istalgan razmerdagi agatingizga moslab ishlasangiz bo'ladi. Traktorning orqa zadniy mos korobkasi ham juda baquvvat. 7 ta skorslik, 3 ta panejni, 3 ta pavishni va bitta zadni. Qo'shimchasiga loylarga, sirpanchiq joylarga botib qo'ygan ishlatishga DFR blokrovka funksiyalari ham bor. Sistema axlajdeniyasi radiatorlik, -20 gradusda ham zavat bo'lib, +50 gradusda ham bemalol ishlab ketadi. 15-20 soatlab to'xtovsiz ishlasa ham qizib ketmaydi. Avvalda ash bo'lsa traktorlarga pul topib beramiz. Mayli, aka. Sizga katta rahmat telefonda. Yerdan tabrika qilamiz. Traktor narxi 35 million so'm, yer o'g'diradigan frezerlar bilan traktor yo'qgan bo'lsa, like bosib, yo'qmagan bo'lsa kommentariyada fikringizni qoldiring.